holsizlik, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, hansirash, chanqash, kamsiyish, bola yotib qoladi, injiq bo'lib qoladi, bezovta bo'lib qoladi. Anis urug'larini damlamasi bu isitma tushiruvchi, yallanishga qarshi og'riq qoldiruvchi xususiyatga ega. Undan tashqari ming yaproq barglarini isitma tushiruvchi moddalar fibril talvasalarda yordam bermaydi. Bu juda ko'p ilmiy ishlarda tasdiqlangan. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bolalarda eng ko'p uchraydigan holatlar bu isitma haqida gaplashamiz. Bugungi videomiz savol-javob tarzida o'tkaziladi. Bolada isitma nima uchun ko'tariladi? Bolada isitma tashqaridan tushgan infeksiyani yod moddasiga nisbatan organizm immun javobi hisoblanadi. Bu infeksiyalar viruslarmi yo bakteriyalarmi yoki zamburug'mi? Isitma chiqaruvchi moddani ham viruslar, ham zamburug'lar, ham bakteriyalar chaqirishi mumkin. Tushunarli. Mana shu isitma haqida gapiryapsiz. Bakteriyal kasalliklardagi yoki virusli kasalliklardagi isitmalarning bir-biridan farqi bormi? Bularda albatta hammasida ozgina bo'lsa ham farqi bo'ladi. Sababi organizm tashqaridan tushgan virusga nisbatan boshqacharoq reaksiya, bakteriyaga nisbatan boshqacharoq va zamburug'ga nisbatan boshqacha javob berishi mumkin. Shuning uchun qaysinisidadir isitma baland, qaysinisidadir pastroq bo'lib o'tishi mumkin. Masalan, meni bolamda kecha to'satdan 40 gradus isitma kuzatildi. Bu virus tufaylimi yo bakteriyami yo uni ajratib bo'lmaydimi? Isitmani baland bo'lishi aksariyat holatlarda virusli infeksiyalarga yoki toksin modda organizmda ko'payib ketishiga bog'liq bo'ladi. Bu chista bakterial infeksiyadan bo'lavermaydi. Virusli demoqchisiz? Ko'proq virusli infeksiyalarda bo'ladi. Isitma bu kasallikmi yoki organizmda himoya reaksiyasi? Isitma bu organizmda himoya reaksiyasi. Bu organizm uchun foydali bo'lgan reaksiya hisoblanadi. Tashqaridan tushgan yot moddaga nisbatan organizm isitma chiqarib, organizmni immun tizimini aktivlashtiradi va organizm moddalanishini tezlashadi. Shuning hisobiga kasallikka kurashuvchanlik oshib boraveradi. Tushunarli. Demak, isitma chiqqan vaqtda organizmning himoyasi kuchayadi. Albatta. Himoyasi juda kuchli holatga keladi. Nega ko'pchilik isitmadan qo'rqadi? Isitmadan qo'rqishning sababi ko'p ota-onalarda shunaqa narsa borki, bola isitma chiqqanda bezovta bo'ladi, holsizlanadi, yotib qoladi. Shuning hisobiga ota-onalar bolani holati yomonlashyapti. Bu isitma organizm uchun zararli. Keyin isitmada fibril talvasa bo'lib qolsa nima qilaman? Og'ir holatlarga olib kelsa, buni nazoratini qila olmasam nima bo'laman ekan? degan xavotirda qolishadi. Isitma ko'tarilganda uni darrov tushirish kerakmi? Isitma ko'tarilganda imkon bo'lsa, 1-2 kun nazorat qilish kerak uni. Tushirishga shoshilish kerakdir. Qanaqa? Faqat dori-darmon bilan emas. Bolani ustini yengillatib, ko'proq suyuqlik ichkizib, keyin organizmga kurashgani vaqt berish kerak. Isitma 39 chiqyapti. Uni tushirmasdan ozgina shu 39 holatda turishi organizmga nima foydalar beradi? Yuqori harorat organizmda turishi, boshqacha tushuntirib beraman bu narsani. Har bir oshgan gradusga organizm moddalar almashinuvi 10% gacha oshadi. Bu degani organizm ichki resurslarni ishga ishlatishni boshlaydi. Shuni hisobiga organizm kurashuvchanlik oshib ketadi. T limfositlar, B limfositlar, makrofaglar, mononuklearlar va boshqa hujayralar tushgan infeksiyaga nisbatan aktivlik oshib ketib, ular uni o'ldirishni boshlaydi. O'shanga isitmada qanchadir muddatda bolada isitma bo'lsa yoki bemorda organizm o'sha infeksiyani o'zi bartaraf qila olishi ham mumkin. Qaysi temperaturadan keyin isitma deb hisoblanadi? Isitma fiziologik nuqtai nazardan qaraganda bu 37.4 dan yuqorisi bu haroratni oshishi deb hisoblanadi. Isitma deb hisoblanadi. Bolalarda ham, kattalarda ham? Ha, albatta, katta ham bolalarda ham. Isitma ko'tarilganda bolada qanday belgilar bo'ladi? Isitma ko'tarilish belgilari albatta holsizlik, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, hansirash, chanqash, kamsiyish, bola yotib qoladi, injiq bo'lib qoladi, bezovta bo'lib qoladi. Isitmada yurak va nafas nega tezlashadi? Isitmada nafas ham olish tezlashishi va yurak urish tezlashishi, bu hammasi modda almashinuvi tezlashishi va qon aylash tezlashining hisobiga bo'ladi. Bu yerda organizm normada har bir oshgan gradusiga 10 tagacha puls, yurak urishi va
2,5tagacha nafas olishni kuchaytiradi, tezlashadi. Tushunarli. Agarda isitmada harorat oshganda, pnevmoniya kasalligi bilan sababli bo'lgan isitma harorat oshganda 3-7 barobargacha nafas olishni tezlashadi. 3-7. 3-7 barobargacha. Isitma organizmga foydalimi yoki zararli? Isitma albatta organizm uchun foydali reaksiya hisoblanadi. Sababi immun tizimi aktivlashgani hisobiga viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar va boshqalarni o'sishi pasayadi va infeksiyani pasayishiga sababchi bo'ladi. Ko'payishi demoqchisiz. Haligi infeksiya ko'paya olmaydi va kamayishni boshlaydi va uni nima deydi? Uni infeksiyaga qarshi kurashgani hisobiga infeksiya pasayishiga olib keladi. Demak, birorta bolada isitma chiqib turgan paytda men paracetamol beradigan bo'lsam, o'sha proses buzilar ekanda. Albatta, organizm isitmani chiqarishdan maqsad tashqaridan tushgan yod moddalarni infeksiyalarni o'ldirishga chiqarilgan paytda siz isitma tushiruvchi dori bersangiz, organizm kuchsiz holatga tushib qoladi va kurashuvchanligi pasayib ketadi. Isitmani zararlari qanday unda? Isitmani zararlari. Endi qachon zarar yetkazadi isitma? Qachonki isitma gipertermiya juda ham baland bo'lib ketib qolsa yoki misol qaysidir bolalarda asab tizimi qo'zg'aluvchanlik balandroq holatlarda bo'lsa, o'shanda zarar yetishi mumkin, lekin bu ham hali aniq bo'lmagan ma'lumotlar. Sababi ishonchli bo'lmagan ma'lumotlar bular. Sababi organizm faqat nima organizm qanaqa javob qilsa ham bu organizm uchun foydali qilib chiqaradi o'sha organizm. Isitma bakteriya va viruslarga qanday ta'sir qiladi? Isitma bakteriya viruslarni o'sishini kamaytiradi. Ular ko'payishini kamaytiradi. O'shaning uchun shunaqa ilmiy ishlar ham qilingan. Piroterapiya usullari deyiladi. Haroratni ko'tarib davolash usullari bor. Bunda gonoreya, sifilis, arxit, keratit va artrit kabi kasalliklarda isitma haroratini ko'tarib davolanganda 70-80% holatlarda kasallik orqaga qaytishi kuzatilgan. 70-80%. Isitma tushiruvchi dorilar haqiqatan ham foydalimi? Isitma tushiruvchi dorilar foydasidan ko'ra zarari ko'proq deb hisoblaymiz. Endi hozirgi zamonda bilsanglar, endi hammamiz isitma tushiruvchi moddalarsiz, isitma tushiruvchi preparatlarsiz o'zimiz tasavvur qila olmaydigan darajaga kelib qoldik. O'shaning hisobiga hammamiz qo'rquvdi hisobiga dori vositalari ko'p ishimiz tushadi. Biz boshqa yo'llarni qidirmaymiz. Biz ozgina mehnatdan, ozgina harakatdan qochganimiz sababli dorini berib, ko'nglimizni xotirjam qilish uchun bolalarimizga dori beramiz. Isitmani tushirish kasallikni tezroq tuzatadimi? Ko'p ota-onalarda shunaqa muammo bor. Isitma tushiruvchi modda bersa, bola sal yaxshilangan o'xshasa, kasallik orqaga qaytib ketdi deb o'ylashadi. Lekin bu noto'g'ri. Chunki kasallik emas, biroz isitmani tushirib qo'ydingiz. Lekin immunitet o'shanga kurashuvchanligi to'xtadi. Kurashuvchilar to'xtagandan keyin pasaygani hisobiga hali infeksiya chiqib ketgani yo'q. Infeksiya biz organizmda qoldi. U bizda jarayon davom etkazaveradi. Demak, simptomni vaqtincha bosdik xolos. Vaqtinchalikka to'xtatib oldik, isitmasini tushirdik, kayfiyatini ko'tardik. Qanchadir vaqtdan keyin, noma'lum vaqtdan keyin 2 soat yoki qanchadir vaqtdan keyin albatta bu harorat infeksiya ketmagan bo'lsa, u infeksiya isitma yana davom etaveradi. Bolada isitma bo'lganda nima qilish kerak uy sharoitida? Uy sharoitida isitma bo'lsa, birinchi o'rinda nima qilasiz? Shoshilmang. Birinchi qilingda ustini kiyimini yengillashtiring. Uy havosini salqinlating. Ko'proq suyuqlik ichkizdiring. Birinchi o'rinda toza havoga olib chiqing. Kerak bo'lsa bir yuvintirib yuborishingiz mumkin. Iliq holatda yuvintirganingiz ma'qul. O'shanda bolada birinchi yordamni va zararsiz holatda tushirishga yordam bergan hisoblanasiz. Isitmada bolani o'rash to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Endi isitma baland bo'lsa o'ramagan ma'qul. Aytganimizdek, birinchi bo'lib bu narsani suyuqlik ichkizib yuvintirish haqida gapiryapmiz-ku, o'shanga biz o'rashni tavsiya qilmaymiz. Isitma asoratlari qanday bo'lishi mumkin? Endi isitmani asoratlari haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi asoratlardan bittasi ko'pchilik aytadigan narsa bu suvsizlanish, degidratatsiya deymiz. Organizm har bir oshgan gradusga 10-15% gacha suv yo'qotadi. Teri orqali yoki nafas orqali. Uni har bir gradusiga. Normada ham, mana normada ham, haligi isitma yo'q paytida ham organizm bir sutkasiga nafas orqali 10-20 ml kilogrammiga suv yo'qotadi. Bu isitmasiz. Har bir oshgan gradusiga yana 15%. Tasavvur qilyapsizmi? Endi
teri orqali 20-30 millilitr kilogramm sutkasiga suv yo'qotiladi. Biz shu mana istimalovchi bolalarda isitmani chiqqan paytida isitmani suvsizlanishni qoplab turmasak, albatta suvsizlanish rivojlanadi. O'shaning uchun suvsizlangan sari nima bo'ladi? Qondagi toksinlar miqdori nima deydi? Suyuqlik kamligi hisobiga ko'pga o'xshab qoladi va ta'siri yanada kuchayib, o'shanga isitma ko'tarilib boraveradi. O'shanga albatta suyuqlikni ko'proq ichish, ko'proq haligi toksinlarni olib chiqib ketish siydik orqali, siydik yo'llari orqali va teri orqali tavsiya qilamiz. Isitmada qanaqa tabiiy preparatlar tavsiya qilasiz? Ko'pchilik hozir shu narsa haqida so'rashadi-yu. Isitmada mana bu aytganimizdek fizik usullardan tashqari adabiyotlarda yaxshi natija beradi deb aytilgan holatlar bor va albatta bu amaliyotda yaxshi yordam beradi. Bu anis urug'lari. Anis urug'larining damlamasi bu isitma tushiruvchi, yallanishga qarshi og'riq qoldiruvchi xususiyatga ega. Undan tashqari ming yaproq barglarining damlamalari. Undan tashqari qizilmiya ham yo'talga, ham immunitetga, ham virusga qarshi, ham isitma tushiruvchi xususiyatga ega. O'shalarini davolash paytida qo'llash bular tabiiy bo'lgani uchun zararsiz holatida yordam beradi. Bolalari tez-tez istimalab qoladigan bir yilda 15-20 marta o'sha isitma bilan og'riydigan ota-onalarga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Farzandingizda qayta tez-tez isitmalash kuzatilyaptimi? Bolangiz ko'p kasalga chalinyaptimi? Birinchi o'rinda albatta bilasiz, bu immun tizimi juda ham katta ahamiyatga ega. Immunitet haqida o'ylab ko'ring. Immunitet deganda albatta immunitet oshiruvchi moddalar iste'moli haqida emas. Bolani birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanishga o'tkazing. Sababi immunitet bolani o'suvchi organizmni immun tizimi sog'lom ishlashi uchun va kerakli paytida tashqaridan tushgan yot moddaga nisbatan organizm reaksiyasi to'g'ri bo'lishi uchun organizmda yetarli oziq-ovqat mahsulotiga ega bo'lish kerak. Oziq-ovqat mahsulotlari ham organizm uchun kerakli bo'lgan oqsil, vitaminlar, kalsiy, temir va hokazolardan iborat bo'lishi kerak. So'nggi so'z o'rnida nima degan bo'lardingiz? Yana bitta narsani qo'shib aytgan bo'lardim. Isitma tushiruvchi moddalar mana ko'pchilik qo'llaydi. Isitma tushiruvchi moddalarni iste'moli eng ko'p preparatlardan hisoblanadi dunyo bo'yicha. Isitma tushiruvchi moddalar sudirgisi bor yoki talvasa bilan bo'ladigan bolalarda ko'pincha vahimani hisobiga ortcha berishadi. Isitma tushiruvchi moddalar fibril talvasalarda yordam bermaydi. Bu juda ko'p ilmiy ishlarda tasdiqlangan, faqatgina bizda ko'proq hamma harakatimiz qo'rquvga asoslangan bo'ladi.